Xullas qarindoshlar, bunday ichgan prozrachniy xamirni ichiga sir solib, bunday o'rab, bir rov tuxumga botirib olib, uni ustidan chipsga botirib, qo'rib oladigan bo'lsak, shunday ichgan bay narsa bo'lar ekanmish-da. O'xsharmikan a? Deb turib ishga kirishdim qarindoshlar. Birinchi bo'lib guruchni suvidan tayyorlangan prozrachniy xamirimizni suvga solib, nomi nima shuni? Nomini bilsanglar kommentariyada yozib ketinglar. Bu janavarni suvga soladigan bo'lsanglar, shunda yumshoq narsa bo'lar ekan, qolar ekan. Bu janavarni suvga solib yumshatib olgandan keyin ichiga sir solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib minday qilib o'rab oldim qarindoshlar. Juda chiroyli ko'rinadi. Aytgancha qarindoshlar, meni kuzatadigan savdogar qarindoshlarim bormi? Aynan savdogar qarindoshlarim uchun o'z mahsulotlarini qanday qilib Instagramda sotish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik tashkillashtirdim qarindoshlar. Bepul darslikni olish uchun profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali avval mana shu savollarga javob berasizlar. Ana undan keyin yopiq kanal uchun maxsus link taqdim etiladi. Darsda ko'rishguncha qarindoshlar, chalg'imaymiz, retseptga qaytamiz. Dim qilib o'ragan narsamizni tuxumga botirib olib, ana undan keyin talqonga botirib oldim qarindoshlar. Shu joyda qanday xato qildim? Kommentariyada yozib keting qarindoshlar. Talqonga botirib olganimdan keyin skоворodkada bir chiroyli qilib qovurib oldim. Shunaqa chiroyli narsa bo'lar ekan. Qani endi buni mazasi ham ko'rinishiga o'xshagan chiroyli bo'larmikan deb yeb ko'rishni boshladim. Shunaqangi mazali narsa bo'lar ekan qarindoshlar. Cho'zilishini qaranglar buni. Retsept rosa zo'r bo'lib o'xshadi qarindoshlar. Happy end.